Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Tolibon smartfonlarga qarshi urush boshladi. Katta yo'qotish, armiyaning $100 million quroli yer bilan yakson bo'ldi. Men haddimdan oshib ketdim. Lukashenko Zelenskiydan uzr so'radi. Zelenskiy Putinga G7 sammiti doirasida uchrashishni taklif qildi. Putin va Lukashenko karikaturalarni chizgan rossiyalik rassom Polshada otib ketildi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan, faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Tolibon smartfonlarga qarshi urush boshladi. Afg'onistonning Tolibon hukumatı cheklovlar doirasida maktablarda smartfon ishlatishni taqiqladi. Yangi qoidaga ko'ra yonida smartfoni borligi aniqlangan o'qituvchilar va ta'lim sohasi xodimlari ishdan bo'shatiladi. Bu haqda Kabul Now nashri xabar berdi. Nashr qo'lga kiritgan audiozuvda ta'lim sohasi rasmiylaridan biri gapirgan. U 13-iyun kunidan boshlab o'qituvchilar va barcha ta'lim xodimlari uchun mobil telefonlardan foydalanish taqiqlanganini ma'lum qilgan. Manbalarning bildirishicha, ushbu audioyozuv Balx viloyatidagi ta'lim xodimlaridan biriga tegishli. Uning so'zlariga ko'ra, Tolibon vakillari smartfoni bor shaxslar sudga topshirilishini aytgan. Ularning telefonlari sindirib tashlanadi. Shuningdek, bu shaxslar egallab turgan lavozimidan ozod etilishi ham mumkin. O'tgan hafta Tolibon yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda buyruq chiqarib, harakat vakillari va hukumat xodimlari uchun smartfonlardan foydalanishni taqiqlagandi. Harbiy sudlarga yuborilgan ko'rsatmada aytilishicha, ushbu qoidani buzganlar jinoyatchi hisoblanadi. Ularga jazo berish uchun ishlari harbiy sudlarga oshladi. Taqiq ortidan harakat a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda o'z smartfonlarini urib sindirayotgan aks etgan video joyladi. Yangi tartib Tolibon rahbariyatining ichki tartib intizomni kuchaytirish harakatidir. Ular shu yo'l bilan guruh a'zolari o'rtasida ma'lumotlar oqimini nazorat qilmoqchi. Smartfonlardan foydalanishni cheklash sabablari xavfsizlik masalalariga borib taqaladi. Tolibon ma'lumotlar sizib chiqishi hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali ruxsat berilmagan kontentlar tarqalishidan xavotirda. Biroq smartfonlardan foydalanishni cheklash Afg'onistonni dunyodan yanada uzib qo'yishi mumkin. Vaholanki mamlakat hozirda jiddiy siyosiy va iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda. Smartfonlar bugungi kunda muloqot, axborot olish, ta'lim va kasbiy rivojlanish uchun eng muhim vositaga aylangan. Katta yo'qotish, armiyaning $100 million quroli yer bilan yakson bo'ldi. Rossiyada Tu-22M3 bombardimonchisi halokatga uchradi. Samolyot Irkutsk viloyatida qo'nish paytida halokatga uchradi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, bombardimonchi samolyot rejali o'quv mashg'ulot parvozini amalga oshirgan. Ekipaj katapulta qilgan. Uchuvchilarning hayoti va sog'lig'iga hech qanday xavf yo'q. Rossiya Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, samolyot o'q-dorilar to'plamsiz parvoz qilgan. Guvohlarning aytishicha, samolyot Svirsk shahri yaqinida qulagan. Tu-22M3 uzoq masofali tovushdan tez uchuvchi bombardimonchi raketa tashuvchi samolyoti. Uning qiymati taxminan $100 million. Bu samolyotlar Rossiya havo kosmik kuchlarining uzoq masofali aviatsiyasi tarkibiga kiradi. Uzoq masofali aviatsiya samolyotlari Rossiya yadroviy triadasining tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Biroq ular oddiy raketa bomba qurollari, jumladan qanotli raketalar bilan ham zarba berishi mumkin. Tu-22M3 samolyotlari 2025-yil aprel oyida Irkutsk viloyatining Usolsk tumanida, 2024-yil avgust oyida esa Irkutsk viloyatining Cheremxov tumanida halokatga uchragan edi. Men haddimdan oshib ketdim. Lukashenko Zelenskiydan uzr so'radi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarusning Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushga tortilishiga qarshi ekanini bildirib, Kiyevga Minsk tomonidan mutlaqo hech qanday xavf yo'qligini aytdi hamda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga nisbatan avval aytgan keskin so'zlari uchun uzr so'radi. Bu haqda u Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Intervyuda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bu masalani muhokama qilganini,
va Moskva ham Belarusning mojaroga to'g'ridan to'g'ri aralashishdan manfaatdor emasligini ta'kidlagan. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush Belarus hududiga ko'chib o'tishi mutlaqo mumkin emas. Belarusning bu urushga har qanday shaklda kirishi foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi degan Lukashenko Putinning so'zlarini keltirib, shu bilan birga u Belarus harbiy jihatdan zaifroq holatda ekanini va agar Ukraina Rossiyaga kabi Belarus hududiga ham hujum qilsa, mamlakatning asosiy sanoat va logistika obyektlari nishonga aylanishi mumkinligini aytgan. Lukashenkoning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylari Belarus hududidagi 500 ga yaqin ehtimoliy nishonni belgilab qo'ygan. Biroq u yana bir bor Ukrainaga Belarus tomonidan hech qanday tahdid yo'qligini ta'kidlagan. Ukrainaga Belarus tomonidan mutlaqo hech narsadan qo'rqishga hojat yo'q. Buni ular ham, harbiylar ham, Ukraina xalqi ham biladi degan Lukashenko. Zelenskiyga nisbatan avval ishlatgan keskin iboralari haqida gapirar ekan, Lukashenko ayrim joylarda haddan oshgan bo'lishi mumkinligini tan olgan. Balkim men qayerdadir haddan oshgandirman. Agar Vladimir Aleksandrovich bundan ranjigan bo'lsa, undan uzr so'rayman. Balki urush sharoitini hisobga olib bunday keskin gapirmasligim kerak edi degan u. Shu bilan birga Lukashenko Zelenskiyni ehtiyotkorroq bo'lishga va Belarusga nisbatan keskin bayonotlar bermaslikka chaqirgan. Avvalroq Ukraina tomoni Belarus hududida harbiy faollik kuchayganini ma'lum qilgan va Rossiya Minskni urushga jalb qilishga urinishi mumkinligini bildirgan edi. Belarus esa faqat o'ziga hujum qilingan taqdirda urushga kirishini ta'kidlab kelmoqda. Zelenskiy Putinga G7 sammiti doirasida uchrashishni taklif qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Fransiyada o'tayotgan G7 sammiti doirasida uchrashib, urushni tugatish masalasini muhokama qilishni taklif etganini bildirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Zelenskiyning aytishicha, Ukraina tomoni muzokara o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Uchrashuv G7 sammiti doirasida AQSh prezidenti Donald Trump va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ishtirokida o'tishi mumkinligi qayd etilgan. Biz G7 davomida Putin bilan uchrashishga tayyor ekanimiz haqida xabar berdik. Trump ham, Macron ham u yerda bo'ladi. Yevropa va AQSh birgalikda ishtirok etadigan bunday format yaxshi imkoniyat bo'lardi, dedi Zelenskiy jurnalistlarga. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilishicha, taklif AQSh va Fransiya tomonlariga yetkazilgan. Shuningdek, Rossiya vakillariga ham yuborilgan. Biroq Moskva tomonidan aniq javob olinmagan. Zelenskiy G7 sammitidagi asosiy maqsadlardan biri Ukrainaning havo hujumidan mudofaa imkoniyatlarini kuchaytirish masalasini muhokama qilish ekanini aytdi. Shuningdek, u G'arb davlatlari bilan Rossiyani urushni to'xtatishga undash bo'yicha choralarni ham muhokama qilishini ta'kidladi. Putin va Lukashenko karikaturalarini chizgan rossiyalik rassom Polshada otib ketildi. Rossiyalik rassom va aksionist Semyon Skripetskiy Polshaning Biala-Podlaska shahrida otib o'ldirildi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Skripetskiyning do'sti Astra nashriga rassomning Polshada o'ldirilganini tasdiqlagan. Politsiya marhumning shaxsini rasman oshkor qilmagan. Biroq qurbon 44 yoshli Rossiya fuqarosi ekanini ma'lum qilgan. Huquq tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, u shahardagi turar joy majmualaridan biridagi avtoturargohda otib ketilgan. Qotil rassomga yaqin masofadan bir necha marta o'q uzgan. Voqea joyiga yetib kelgan shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. Semyon Skripetskiy Rossiyaning Oltoy o'lkasida tug'ilgan bo'lib, siyosiy karikaturalar bilan tanilgan edi. U Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko, Ramzan Qodirov va Aleksey Navalniyning kinoyali portretlarini chizgan. Semyon Skripetskiy 2021-yildan buyon Polshada yashab kelayotgandi. Rassomning so'nggi aksiyalaridan biri 12-iyun kuni bo'lib o'tgan. Rossiya kuni munosabati bilan u Berlinga borib, Iosif Stalin va Vladimir Putin tasvirlangan ikona uslubidagi karikatura bilan piket o'tkazgan.